Muammo tufayli yurolmagan darajaga qolganman. Suyak shu og'ir holati, shu 4-daraja, o'ng oyoq tizzamlarga suyagim qotib qoladigan darajaga kelgan. Keyin ikkita qo'ltiq joyida qolganman. Keyin doktorlarga borganmiz, ko'rgan, tekshirgan, keyin ular mas'ulga jo'natdi, ko'rib, narsa qildik. Operatsiyalar bo'ldi, operatsiyadan chiqdim. Holatim baribir o'sha ikkita qo'ltiq joyida qolganman. Yana borib Toshkentdagi travmatologiya markaziy travmatolog ko'rindim. Ular endi MRT qilib qildi. Qaradi, suyagim juda mo'rtida, protez mumkin emas, faqat tizza bo'lmaydi, qotirib qo'yamiz. Og'riqsiz yuriysan, lekin ko'rmaysan, shunaqa dedi. Bu narsaga o'zim rozi bo'lmadim. Uydagilar ham hozir yoshman, bu narsaga tayyorlansan, yoshim katta bo'lsa ham mayli deb qo'yadi. Katta, hali yoshsiz. Katta bo'lsa agar yoshim 50-60 yosh borgan bo'lsa ham bu narsaga rozi bo'lardim demoqchiman. Keyin shu bilan uyga qaytdim. 2 yil faqat uyga o'tganman. O'zim o'qirdim o'sha paytda.